Tak, hammaga assalomu alaykum bolalar. Sizlar bilan birinchi kursim, mani kursimga sizlar bilan birinchi o'rganadigan narsalaring. To'smaslik o'rgatadigan narsam telefonni TDMR. Farqi yo'q, TDMR настройкасы klassik ham to'g'ri keladi. TDMR o'z настройкасы qanaqa bo'lishi kerak? Birinchi maslaga o'rgatadigan narsam. Bilaman ko'p kishi mani настройкамga qiziqadi. To'g'risini aytsam, o'zi mani настройка mana shu maslaga основной ko'rsatgan настройкамni o'zini men 400 mingdan sotganman. Maslaga ko'rsatmasimdan oldin 400 mingdan просто основной настройка. Просто sizlar o'zlaringiz uchun tushuninglar. To'shda men sizlarga maqsad to'g'ri, hozir bu kursdan nechidir foiz pul ishlash maqsad. Atak, lekin sizlar bitta narsani to'g'ri tushuninglar. Men shu o'zim opitimdan kelib chiqib, birov TDMRlarni ham kuchli qilish, TDMRlarni ko'paytirish. TDMga ham qiziqadigan odamlarni ko'paytirish. Chunki menga ham foydasi bor, ikkinchidan TDM kuchaygani по-любому uchinchi taraflama, ikkinchi taraflama foydasi ko'proq turnirlar bo'ladi. Misol TDM nimasi yurmanga, UFC'da как UFC'da birga bir bo'ladi, qiziq по-любому любой kishiga. Kompetlardan ko'ra to'g'risi menga lично TDM juda ham qiziq narsa. TDM kuchli deyman o'zi, turnirlar ham nimalar ham. Shuning uchun u narxini 100 ming qilganim to'g'risi zo'r. U menga to'g'ri men 100 ming qildim, lekin men sizlarga olayotgan videom narxi eng kami to'g'risini aytsam $300, $400 video, arziydigan video to'g'risi. Men sizlarga o'rgatadigan narsam endi 100 ming qildim, chunki pul $400, $300 da ola olmaydigan bu kursni. Shuning uchun hammani puli yetsin deb 100 ming so'm qilib qo'ydim, arzongina. Tak boshladik. Xudo xolasa men sizlarga birinchi o'rgatadigan narsam to'g'ri telefonni to'g'ri настройка qilish. O'zi TDMR настройкасы qanaqa bo'lishi kerak? Основной настройкаdan boshlaymiz. Boshladik. Основной настройкаdan eng birinchi sizlarning qiladigan ishlaring. Ko'rlang-a? Основное управление и продвинутое управление. Так. Pastroqqa помощь в прицеловании degan narsa turibdi. Помощь в прицеловании. Помощь прицел железобетонdan o'chib turish kerak. Butun umr TDMRda помощь прицели butun umr настройкасы o'chib turish kerak. Uni oraliq tekshirib tursin, bu kim yondirib qo'ymagan bo'lsin. Bu juda ham TDMRga katta zarar beradigan narsa, TDMR orqaga tortadigan narsa. Bu включить o'zi родной pubga ko'p kishi включить turadi. To'g'ri, ko'p kishi heytga to'g'rilab beradi deb o'ylaydi. Bu narsa o'yinni kuchaytirmaydigan narsa bu. Помощь прицелование o'yinni kuchaytirmaydigan narsa. To'g'ri, buni hozir o'chirasizlar. Menga bu narsa почти menimcha 1,5 yil 2 yildan beri o'chib turibdi. Mana отключить turibdi, o'chib turibdi. Bu narsa to'g'ri o'chirganlaringdan sizlarga bir hafta, может 2 kun zalyot bo'lmasligi mumkin. Sizlar moslashib olmay qolasizlar birinchida. Zalyotlaring bo'lmay qolishi mumkin, lekin bu narsa o'chib tursin. Chunki bu narsa o'chib tursa, sizlarning kundan kunga o'yinlaring kuchayib boraveradi. Bu zalyotni kundan kunga kuchaytiradigan narsa. Bu narsa to'g'ri menga bir vaqtlar может 1 yil yo'q turgandir, 2 yil yo'q turgandir. To'g'ri men bu narsani bilmagan paytlarim. Men bu narsani o'chirib o'ynagan paytim o'shandan boshlab meni close fight'im juda kuchli bo'lib boshlagan. Sizlarning birinchi qilgan ishlaring mana shu narsaga juda ham seriozniy e'tibor berishlaring talab qilgan bo'lardim. Ikkinchi narsa men sizlarga основной настройкani ko'rsatib o'tib ketaman. Men sizlarga maslahat bergan bo'lardim. Shu yana bitta narsaga. Rejim укрытый. Bu nima narsa? Bu naklonniki, то есть naklonni bosib turib olasizlar-ku. Naklon bir xillaniki najatga turadi. Bitta bosib qo'yadi-da, o'zi turib qoladi. Rejim men sizlarga maslahat berishim удерживать tursin. Naklon bosib turgan paytlaring, yana qaytarib bosalaring, naklon olinsin-da. Atak bitta bosgan payt naklon qilib bu narsa men короче men sizlarga hozir tushuntirsam ko'p vaqt o'tib ketar ekan birinchi narsani. Men sizlarga hozir настройкani asta o'tkazib o'taman. Sizlar xuddi men ko'rsatganday teri bosalaring bo'ldi. Mana hozir men sizlarga sekin o'tkazib ketaman. Xuddi menikidek qiladigan maslahat berardim, chunki men настройкам, men Teo Timurman, men pravikkadan o'tgan bu настройкам.
rezultati bor bu nastroykani, xudoga shukr. Esengi turnirim qanaqa turnir bitta emas, nechidir 100 marta yutganman. Bitta emas, eng qizig'i. Nechidir 100 marta. Men haqqim bu. Men bu nastroyka narsalarga maslahat berib, garantiya deyishimga. Chunki proverkadan o'tgan nastroyka bu. Teotim burada nastroykasi. Qiziqqanlarga bu meni 4 yillik astronomiya nastroykam. 4 yilmi 5 yillik. Tushunasizlarmi shuni? Proverkadan o'tgan. Keyin yana bitta narsa, mana shu narsa. Вращение камеры при прицеловании mana. Mana bu narsa обязательно uchiq tursin. Chunki bu pritsel bilan pritsellaring xalaqit beradi. Keyin tedimerlarga men yana bitta maslahat beraman. Tedimerlar giroskopda o'ynanglar. Giroskopsiz umuman tedimer bo'lib ketish qiyin, juda ham. Giroskopla o'ynanglar. Giroskop men maslahat berishim, chunki men lishni o'zim ham giroskopga o'ynayman. Giroskop bilan o'ynanglar dedim. Giroskopsiz kuchayib ketishlaring qiyin. Xo'p, bo'ldi. Birinchi sizlarga o'rgatganimiz tugadi. Kurs bilan endi xudo xolisa ikkinchi narsaga o'tamiz. Tak, bolalar, sizlar bilan ikkinchi o'rganadigan narsamiz. To'g'risi, sizlarga ikkinchi o'rgatadigan narsam tedim sirlari deb men nomlagan bo'lardim bu narsani, chunki real bu tedim sirlariga kiradi. To'g'risi, meni men sizlarga shuncha yillik opitimdan kelib chiqqan, opitimdan kelib chiqib tushungan, to'g'risi qanaqa joy tushungan narsam, to'g'risi shuncha yillik opitimdan kelib chiqib tedimga qanaqa vaziyatga qanaqa o'ynash kerak, qanaqa vaziyatga qanaqa ochish kerak tushungan narsani men sizlarga o'rgataman. Tak, birinchi narsa telefon tanlash. Ko'p kishi mana shu narsaga qiynaladi. Men ham o'zim qiynalganman vaqtiga qanaqa telefon tanlashga. Sizlarga men juda katta primer qani tushuntirsam, primerman to'g'risi. Juda katta sizlarga o'rnak deb aytsam tushuntirsam bo'ladi o'zbekchasiga. Nimaga o'rnakman men sizlarga? Chunki men teotimurman, men shuncha payt rezultat kelganman. Men sizlarga opitimdan kelgan narsani o'zi aytaman. Telefon tanlashga men sizlarga ikkita variant bera olaman. O'zimni opitimdan kelib chiqib ikkita variant beraman. Nimaga? Chunki ikkita variant. Birinchi variant 11 Pro Max. Nimaga 11 Pro Max degan savollaringga? Chunki men 11 Pro Max ga juda katta rezultat ko'rsatganman. 11 Pro Max ga 1 yil, примерно 1 yil o'ynaganman. Juda ham katta rezultatni ko'rsatganman 11 Pro Max ga. Zalyot bo'yicha ham, любой narsa bo'yicha 11 Pro Max. Endi ikkinchi variant kelsak, ikkinchi variant. To'g'risi, mana hozirgi 2024-yil boshlangandan men juda ko'p turnirlarni yutdim. To'g'risi 2024-yil Esengi katta chempionatda ham shu telefon bilan yutdim. Hozirgi telefon o'ynayotgan telefonim bilan ikkinchi variant bu. Bu ikkinchi variant 13 Pro. 13 Pro Max emas, 13 Pro, 13 o'zi emas, 13 Pro. To'g'risi 13 Pro ga men o'ynayman. 2024-yilga 13 Pro ga mana shuncha rezultat ko'rsatdim. Qanaqa rezultat desalaring? Tak, Esengi turnir bo'ldi. Polniy davlatlar orasida turnir bo'ldi. O'sha turnirda men to'g'risi 13 Pro bilan o'ynadim. 13 Pro Max bilan emas, 14 Pro Max bilan emas, 15 Pro Max bilan emas, oddiy 13 Pro bilan o'ynadim. Ammo to'g'risi 15 Pro Max olsam bo'ladi hozir. Yo'q, men olmayman chunki 15 Pro Max men proverkani o'tmagan. Men bu telefondan foydalanib ko'rmaganman. Men eshitganman, negativ fikrlar eshitganman. To'g'risi 15 Pro Max haqida negativ fikrlarim bor. To'g'risi 14 Pro Max haqida ham xuddi shunday. 14 Pro Max ga men tedimga yaxshi degan gapni eshitmaganman. Men sizlarga 14 Pro Max yoki 15 Pro Max tavsiya qila olmayman. Men sizlarga garantiya berib tavsiya qiladigan narsam 11 Pro Max bilan endi ko'proq garantiya beradigan 13 Pro bo'ladi. Chunki nimaga? Men hozir men xuddi videoni ham 13 Pro da olyapman sizlarga. Dalshi 13 Pro ga men o'ynayman deb o'ylayman. To 16 Pro Max chiqib proverkadan o'tmaguncha. Men hozir 15 Pro Max bor, to'g'risi 15 Pro Max ga o'ynamayman. 13 Pro ni жизнь 15 Pro Max ga almashtirmayman ham. Chunki 13 Pro tedimga juda komfortli, rezultatli telefon. Chunki o'zlaring bilasizlar, 2024 ga qancha turnir yutdim. Mana shu telefonga rahmat deyman. Shu telefon proverkadan o'tgan. Meni podvetga kelmayapti shu telefon shuncha yildan beri. Zo'r. Shuncha masalaga uverendan 13 Pro Max deb tavsiya qila olaman. 100% железо betonna. Tak, endi ikkinchi keladigan narsamiz tedim sirlari deb men atagan bo'lardim bu narsani. Tedim sirlariga nimalar kiradi? Tedim sirlariga
Sizlar to'g'ri terim turniriga kirdilaring, ha. Terim turniriga kirdilaring. Sizlarni birinchi qiladigan ishlaring, sizlarni birinchi qiladigan maqsadlaring nima bo'lishi kerak terim turniriga? Sizlarni birinchi qiladigan maqsadlaring paniopropan closewaytga chiqib ochish emas, paniopropan risk qilish emas. Birinchi sizlarni qiladigan maqsadlaring sopernikdan shotni qanaqa yo'l bilan qilib bo'lmasa ham, endi popravilam, конечно, popravilam turniriga o'ynash kerak. Qanaqa yo'l bilan qilib bo'lsa ham xitrlik qilib birinchi sopernikdan o'tib olishlaring shotdan. Birinchi shotni sizlar olinglar. Birinchi shotni по-любому sizlar olinglar, iloji boricha pikaniya qilib. Masalaga bu juda katta sirda aytayman hozir. Pikaniya qilib olinglar, shu shotga pikaniya qilib olinglar, sizlarni branjletlaringga zarar yetmasin. Kaskaga zarar yetsa ham branjletlaringga zarar yetmasin, sizlar birinchi shotni olinglar, и всё. Bo'ldi. По-любому u soperniklaring kim bo'lishidan qat'iy nazar shotdan o'tganlaridan keyin u 100% железо beton sizlarga rashk qilishni boshlaydi. Rashk qilishni boshlagandan keyin sizlar хотя бы broniklaring saqlagan bo'lishlaring kerak. O'sha bronik bilan sizlar priyom qilinglar. То есть sopernik sizlarga hujum любой momentdan Xustenadan chiqib kelyaptimi? Sizlarning jonlaring yo'qmi, bormi? То есть sizlar soperniklaring сразу любой stenadan chiqqandan sizlar close fightga chiqib ochishni boshlasalang, birinchi sizlar yutasizlar. Birinchi sizlarning o'qlaring tegadi. Ikkita uchta o'q, birinchi sizlar unga zarar berasizlar. Sizlarning branjletlaring bu. Ikkinchi shotni olishlaringga ham 70%, 80% уже kafolat bor. Ikkinchi shotni olganlaringdan keyin уже davleniya ko'payadi soperniklaringga, juda unga tushuncha u yana shokka tushadi. Qarayapti, yana ikkinchi shotni olaring. U sopernik kim bo'lishidan qat'iy nazar u manmi, то есть Teo Timur даже mana sopernik ikkita shot o'tib ketsa, men уже sal nima desam, mani minimga u meni yutadi degan tushuncha paydo bo'lib qoladi. Bu degani bu degani men unga qaraganda men ko'proq shoshilib o'ynayman degani. Unga ikkita shot bu, u по-любому u shoshilmas kerak. Nimaga shoshiladi? Ikkita shot bor, u kalla bilan yana naborot, уже ikkinchi shotda olib, biron-ikkiga zarar tegdimi? Bo'ldi. Uni maqsadi nima qilish kerak? Uni maqsadi u korobkalarga chiqib, oddiy pikani emas, iloji boricha korobkaga chiqib, pozitsiyani almashtirib, o'z vaqtiga правилам turnir pravilasi bo'yicha 10 sekund bitishi 10 sekunddan ko'p turmasdan правилам stinga korobkalarga o'tib, pikat qilib, iloji boricha meni o'ldirmasa ham, 3-shotni ololmasa ham, meni bronigimga, meni kaskimga zarar bersin. То есть 3-shot unga bo'lsa ham, то есть zarar beringlar. To'g'ri, sizlarni o'ldirishlari mumkin, broniklaring qolmagan, kask qolmagan, lekin zato sizlar o'lishlaringdan oldin uni kaskasini, hatto kaskasini, branjletini yechishga, branjletiga zarar berishga harakat qilinglar. Bu nimaga? Chunki uchuv bir bo'lgan, sizlardan bitta shot olgan. Chunki sizlar уже keyingi payt chiqib kelgan paytlaring uni bronik bilan kaskasi yechilgan bo'ladi, slabi bo'ladi. Sizlar spokойно qo'rqmasdan железо betonni ochishinglar. Ochishinglar, to'g'ri, rashk qilaydi deganim yo'q. Uni har bitta xatosidan kutinglar, har bitta xatosini. O'zi men sizlarga buni tedimga chekirib o'rgatmoqchi edim, просто hozir variant yo'q. Lobby bugun qidirish kerak hozir. Men o'zim koreyskiy akkauntimni lobby ochdim. Lobby ochishga men platkam koreyskiy akkaunt ochib, sразу подписчикmi o'ynayman-ku. Koreyskiy ochsam chiqib ketyapti, o'zingiz tayyorlayapti koreyskiy akkaunt. Shuning uchun men sizlarga bu yerga turib tushuntiraman, lekin tedimga kirib tushuntirmoqchi edim sizlarga. Чтобы yanada chuqur tushunarli bo'lish uchun. Bolalar, men sizlarga gapirayotgan gaplarimni sizlar qayta повторить qilib eshitishlaringni men maslahat berardim, chunki foydali. Bolalar, xuddi men sizlarga aytgan gapim, 4-shotga sizlar maksimal darajada sopernikda har bitta xatosini kutinglar, sizlar priyom qilinglar. Priyom dedim, men sizlarga aytayim, men sizlarga hozir bitta narsani aytaman. Mana shu pravilalarni to есть Teo Timur bo'lib ketganman desang bo'ladi. Mana shu pravila bilan men nechidir foiz Teo Timur bo'lishim, shu pravila, mana shu gap, mana shu fraza, mana shu aqlli gap, to есть o'zbekchasiga aqlli gap sababchi bo'lgan deb o'ylayman. Qanaqa gap desalaring, bu legendarniy vaziyat. Men buni biron joyga aytmaganman, azujat qilmaganman. Mana endi azujat qilaman. Loyliboy degan igrok bo'lgan bilsalaring vaqtiga. Nomer 1 bo'lgan nechinchi yil, по-моему, 2021mi, 2020mi? Nomer 1 igrok bo'lgan, nomer 1. Butun dunyo bo'yicha xuddi mana rezultati bo'lgan.
qanaqa turnir bo'lsa ham xuddi meni rezultati bo'lgan Loyli Boy degan igrok bilan men Akukada tanishib bo'lganman. Men u bilan o'ynab yurganman, opit olganman. Men o'sha paytda Loyli Boychalik o'rinim bo'lmagan. Men turnirlarga yutqizganman. Esengi turnirlar vaqtiga shu esengi turnirlarga yutqizganman nechidir yil oldin. Men opit yig'otgan paytlari men undan so'raganman. Sen shu paytgacha Loyli Boy bo'lishingga nima sababchi bu? Nima sababchi bo'lgan degan savolimga men uni opit olmoqchi bo'lgan maqsad berganman. Nima sababchi degan savolimga u menga bitta gapni aytib qo'ygan. Прием degan gapni aytgan. Вот, когда ты всех приемы начнешь degan. Всё, выиграешь всех degan. Любой сопернигingni слабый местasi degan. Прием degan, seni прием qilishing degan. Endi прием qilish men o'zbekchasiga aytaman, chunki ruschani bilmaydiganlar ham bor. Прием degani bu misol chiroyli korotkий, qisqa tushuntirib beraman. To есть sizlar birga urush qilyapsizlar hayotga. Birga urush qilyapsizlar-da. Sizlar ataka qilmayapsizlar, to есть sizlar mush otmayapsizlar, sizlar unga qarab bormayapsizlar. Sizlar soperniklarni kutyapsizlar, to'g'rimi? Или soperniklarni sizlarga ataka qilishga vaziyatgacha majburlayapsizlar. To есть oyog'iga tepib qo'yapsizlar, kallinglar bilan tepib qo'yapsizlar. Nimadir qilib qo'yapsizlar, чтобы majbur qilyapsizlar u soperniklarning sizlarga hujum qilishiga. O прием вот именно mana shu narsaga kiradi. Прием sopernikni hujum qilishini kutish. Или sopernikni hujum qilishga majburlash qanaqadir yo'l bilan. И прием ko'pincha kutib olish. Mana sizlar jonlaring kama, или sizlar jonlaring ko'p bo'lsa ham sopernikdan shotdan o'tgansizlar. Sizlar qochyapsizlar, soperniklar sizlarni qo'lyapti, sizlar bu pozitsiyaga o'tib, bu pozitsiyaga qochyapsizlar emas, qochyapsizlar deb nomlamaylik, almashtirish deylik, pozitsiya almashtirish deylik. Sizlar ikkinchi pozitsiyani almashtiryapsizlar, uchinchi pozitsiyani almashtiryapsizlar, soperniklaring sizlar shotdan o'tganinglardan keyin по-любому orqalaringdan sizlar almashtirgan pozitsiyaga o'tadi. Ana shu moment sizlar 3-pozitsiya, 4-chi pozitsiyaga chalg'itib, 5-chi pozitsiyaga o'tmasdan soperniklarning sizlar orqalaringdan kelayotgan payt сразу o'tib прием qilish. Ular soperniklarning sizlar taraf qarab kelyaptimi? Sizlar sразу o'tib ochishlaring. Sizlarga juda katta plyusga kiradi. Приемni maslaga tushuntirib berdim-a, to есть nima narsaligini. Endi прием deb ozuchit qilaveraman, chunki menga o'zbekchasiga tushuntirib berishim qiyin bo'ladi sizlarga. Прием. Mana shu Loyli Boy bo'lib ketishiga nechidir foiz прием qilgani. Hamma gap turnirlarga, misol mana vaqtdagi turnirlarga o'zim rashk qilib ketib, hujum qilib ketib, hayajonlanib, shotmanga bo'lsa ham men hujum qilib, u juda katta narsa. Eng sizlarning katta ошибкалаring shot sizlarga bo'lgan payt sizlar sopernikka hujum qilishlaring bo'ladi. Nechidir foiz. Xo'p, polni hujum qilmasliklaring ham nechidir foiz hujum qilsalaring, даже sizlarning katta xatolaring kiradi. Menga o'xshagan sopernik bu xatolarni kechirmaydi, to есть. Yana nima maslaga aytib o'tsam. Ikkinchidan maslaga yana bitta narsani aytaman. O'z maslaga aytib o'tgan narsalarim to'g'risini aytsam 100 ming so'mga emas. Har bitta men tushuntirgan vaziyatlarim har bittasi menimcha $100, $150 ga arziydigan narsa deb aytsam bo'ladi. Maslaga dushevni o'rgatayman bu narsalarni. Mayli arzonga bo'lsa ham qimmat sovetlarni berayman. Zato pulimni halollab olayman. Shu sizlar beradigan kursga pullaringni ham halol menga. Chunki men bir ikkita narsani просто o'rgatib qo'ysam bo'ldi. Video yasab qo'ysam bo'ladi. Yo'q, men sizlarga dush o'rgataman hozir. Sizlarga ham shu pul olganlaringdan keyin sizlar mazza qilinglar, shu narsani olib olinglar. Yana bitta narsa. iPad emulyator mana shu igroklarni men sizlarga slabisini aytaymi. To'g'ri, telefondan kuchli apparat bu iPadga kiradi ikkinchi. Ikkinchi narsa bu 90 fps 120 fps kiradi. Uchinchi narsa iPadga kiradi. Xo'p, sizlar telefonlarning 90 fps bo'lmaydimi? По-любому iPadda 60 fps telefondan kuchli bo'ladi. 60 fps iPad telefondan ustunligi bor. Chunki unga krugazor katta olinadi. Kuchli tarafi ko'p, juda ham iPad. iPaddan ham ko'ra 3 barobar telefon, 3-4 barobar telefondan kuchli narsa bu emulyator. Emulyator nima? Bu kompyuter. Emulyator juda ham kuchli. Shuning uchun ko'p turnirlarda emulyator klassikaga qo'shilmaydi. Klassikaga telefonchilar bilan emulyatorlar qo'shilmaydi. Chunki bu apparat kuchli juda ham. Eng kuchli apparat nimaga? TDM sferasiga bu emulyator. Emulyator 90 fps emulyator или 120 fps emulyator bo'lsa, u вообще kuchli bo'ladi.
Shuning uchun endi men sizlarga bitta narsani o'rgataman. Ko'p tedemerda qiynaydigan, ko'p opitni tedemerda ham qiynaydigan narsa bu. Men sizlarga hozir aytaman, emulyator bilan iPad'ni yutish. Yutadi to'g'ri, o'yindan misol 10 ta o'yindan 2 tasini yutish mumkin, 3 tasini yutish mumkin, lekin iPad opitni o'yinchi, emulyator opitni o'yinchi o'sha 10 ta o'yindan hatto 7 ta, eng kami 7 ta yo 8 ta o'yinda telefonchik yutadi. Telefonchikda bu vaqtiga bu narsa meni ham qiynagan bu narsa. Bu sposob bu narsani qanday bu narsadan chiqib ketish meni ham qiynagan. To'g'ri, emulyator bilan iPad'ga qarshi qanday slabistni topib yutish meni ham vaqtiga qiynagan. Chunki emulyator bilan iPad meni ko'p yutgan turnirlarga, vaqtiga yesing turnirlarga, bu joyga. Men bu narsa emulyator bilan iPad'da slabiy tarafini topganman. Hozir men sizlarga o'shani ulashaman. Nimadan boshlaymiz? To'g'ri, iPad'dan boshlaymiz. Любой iPad, любой emulyatorda slabisti, любой emulyator, любой iPad'da slabiy joyi, slabiy местasi. Bu nima narsa? Bu kutilmagan vaziyatda, men o'zbekchasiga tushuntiraman. Kutilmagan vaziyatda hujum qilish, kutilmagan vaziyatda priyon qilish, kutilmagan vaziyatda sopernik bilan otishma uyushtirish. To'g'ri, любой iPad bilan любой emulyatorda slabisti mana shu bo'ladi. Chunki qiyin, iPad'lar qiyin harakatlanadi, emulyator ham qiyin harakatlanadi. Ular shunaqa vaziyatdan sizlar hujum qilishlaring kerak, shunaqa vaziyatdan sizlar priyon qilishlaring kerakki, uni planiga yo'q bo'lsin. U kutmagan vaziyatda priyon hujum qilib, ataka qilib, kutmagan vaziyatda priyon qilib, sizlar u bilan maksimal darajada adekvatni, maksimal darajada четко, konkretni close fightga o'tirib turib o'ngga chapga qochib otishlaring kerak. Ana shu mana shu narsa emulyator bilan iPad'da juda ham katta slabisi kiradi bu. Turnirga ham, fan o'yinga ham, bu narsaga. Sizlar primoy to'g'ridan to'g'ri emulyatorda priyon qilishlaring, to'g'ri priyon qilyapsa, u sizlarni bilyapti-ya. iPad ham bilyapti, shu hozir bu mana shu vaziyatga priyon qiladi deb u narsaga tayyormi? Bo'ldi. U sizlar hozir sizlarga emas desang bo'ladi. Hozir hech kim yo'q desang bo'ladi. Men sizlarga aytgan narsam, to'g'ri kutmagan soperniklarni emulyatormi, iPad'mi kutmagan vaziyatda hujum qilishlaring, bu hozir sizlarni qo'ylaring bo'ladi. Hozir sizlarni qo'ylaring 100%. Chunki sizlar kutilmagan vaziyatda priyon qilyapsizlar. Hozir sizlarni qo'ylaringga. Uni planiga bor priyon, iPad emulyator u sizlarga minus bo'ladi. Chunki u kutyapti, bilyapti, shu sizlar shu vaziyatga priyon qilmoqchisizlar. Unga u narsa kamdan kam vaziyatda o'ldirish mumkin vaziyatga. Chunki uni iPad emulyatorda krugazori katta. Sizlarga ko'rinmaydigan stenalar ularga ko'rinadi. Shuning uchun ularni kutilmagan vaziyatda priyon qilish kerak. Ular kutmasin. Любой emulyatorda, любой telefonchikda, emulyatorchikda narsasi kutilmagan vaziyatda priyon qilish, kutilmagan vaziyatda atakaga olib chiqish, kutilmagan vaziyatda birga bir otishga olib chiqish close fightga. Любой iPad bilan любой emulyator slabis joyi, eng katta slabis mana shu bo'ladi. Eslab qo'ying yaxshilab. Tak, bolalar, sizlar bilan men sizlarga 3-chi o'rgatadigan narsam bu nima bo'ladi? Bu tedim turnir qoidalariga rioya qilish, tedim turnir qoidalari. Tedim turnir qoidalari bo'yicha o'ynash, tedim turnir qoidalari bo'yicha o'ynab qanday opitni o'yinni kuchaytirish. Keyin tedim turnirlarni qayerdan topish o'zi. Ishonchli tedim turnirlarni qayerdan topish to'g'risi. Men sizlarga birinchi tedim turnirlarni qayerdan topish degan narsaga aytib o'tsam, tedim turnirlarni bilishni ishonadigan tedim turnirlarni, mashinnik faz tedim turnirlarni topish qayerdan? Bu lично meni Telegram kanalimdan. Nimaga desalaring? Chunki men Telegram kanalimga ishonchli, men o'zim o'ynaydigan Telegram tedim turnirlarni reklama qilaman nariqqa. O'sha Telegram kanalimga. Men Telegram kanalimni o'zlaring bilasizlar. Qayerdan topishdi? Instagramda ham silkam turibdi, YouTube'imda ham original silkasi turibdi, Telegram kanalim originalini YouTube silkasi turibdi. Kirasizlar, slot sotib olasizlar. Slot tushunmaganlarga qaranglar. Meni Teo Timur bo'lishimga yana qanaqadir sababchi bo'lgan narsani aytaymi? Faktni. Bu nima narsa? Men Teo Timur bo'lishimga sababchi bo'lgan bunchalik darajada menga opit borligi, bunchalik darajada meni kuchli igrokligim sababchisi bu
nechidir foiz sababchisi bilasizlarmi nima? Men tedim turnirlarni o'ynab qayta yutqizib kelib vaqtiga nechidir yil oldin yutqizib kelib o'ynab opit olganim sababli man taslim bo'lmagan, man sdatsiya bo'lmaganman. To'g'ri, tedim turnirlarga esingni tedim turnirlarga slot sotib olganman, slot sotib olgan o'ynaganman, slot sotib o'ynaganman, yutganman. Ana shunday man opit olganman. To'g'ri, man shunaqa paytlarim bo'lgan, даже 1,5-2 yil oldin tedim turnirlarga shunchalik yutqizish mani badimga urgan vaqtiga man даже tedimdan chiqib ketmoqchi bo'lganman. Tushunyapsizlarmi shuni? Tedimdan chiqib ketmoqchi bo'lganman. Даже ko'zimdan yosh chiqqan o'sha paytlar. Chiqib уже man tedimdan chiqib ketmoqchi bo'lib, endi bu narsani chempionlar tushunadi. То есть man bir marta emas bu narsaga, bu narsa bilan ko'p marta to'qnash kelganman. Tushunyapsizlarmi shuni? Shunaqa paytlar bo'lgan, man даже jarayonli o'chirmoqchi bo'lganman pabgida. Tedimdan chiqib ketmoqchi bo'lganman, klassik katta zonaga o'tmoqchi bo'lganman. Shunaqa paytlar ham bo'lgan. Bu narsa menga bir marta bo'lmagan. Nima bo'ldi? Oxiri kelib mana xudoga shukr, Teo Timurman. Opitim juda ham katta, juda ham ko'p turnirlarni yutganman, juda ham ko'p turnirlarni yutyapman, qatnashyapman. Tushunyapsizlarmi shuni? Butun dunyo bo'yicha taniydi hozir meni tedim sferasi bo'yicha, tedim community. Xudoga shukr, mana shu narsa meni taslim bo'lmaganimdan rezultati. Agar men shu paytda tedim tayyorlab ketganimda edi, men Teo Timur bo'lolmasdim, to'g'risini aytsam. Tak mani kuchli vaqtiga shu kuchli o'ynagan sababi men tedim turnirlarni qoida bo'yicha o'ynaganim sababi o'sha tedim turnir. Sizlar misol har bitta tedim turnirida qoida bo'yicha o'ynasalaring qanaqa yozilgan u bitta joyga 10 sekundga ko'p turmasligi kerakmi? Bo'ldi, turmaylar. Minus kill qilaman, bunaqa qilaman, graz o'ynayman, risk qilaman degan gapni miyalaringni chiqarib tashlaylar. Sizlar soperniklarning qanaqa igrok bo'lishidan qat'iy nazar правилами o'ynaylar. Pravilaga o'sha turnirlar organizatorlar pravila yozib qo'yadi. O'sha pravilaga pravilam bo'yicha o'ynaylar. Pravila bo'yicha qanaqa pravila qo'yilgan bo'lsa, xuddi ana shu pravila bo'yicha sizlar o'ynaylar. Sizlarning yutuqlaring, sizlar ana shu pravilam o'ynasalaring, sizlarga opit oshaveradi har bitta turnirdan. Sizlar u turnirdan yutsalaring ham, yutuqsalaring sizlarga opit kelaveradi. Sizlar misol bironta turnir yutuqsalaring, sizlar motivatsiyalaring tushishlaring u shart emas. Sizlar naborot yutuqsalaring, qachondir yutuqsalaring sizlarga opit yig'iladi. Misol sizlar yutsalaring, sizlarga men nima desam, yutsalaring to'g'ri sizlarga 10%, 20% opit yig'ilishi mumkin. Lekin yutuq har bitta yutqizganlaringga 40%, 50%, to есть 60% desa ham bo'laveradi. 60%, 70% sizlarning o'yinlaring kuchayib boradi. Sizlarning nimaga yutqizganlaring, ошибкалаringni o'ylab, xuddi ana shu ошибкani qaytarmaslikka harakat qilasiz, to'g'rimi? Ana shu sizlarga o'zi дополнительно keladigan plus opitga kiradi. Sizlar har bitta opitdan to'liq foydalaninglar. Men sizlarga gapirgan gapimdan. Men Teo Timur bo'lib turib, men 10 ta turnirga qatnashsam, даже bitta ikkita turnirga yutqizib qo'yaman. Mana shu yutqizgan turnirimdan men yana дополнительно plus men opit olaman. Qarayman, qanaqa joyga ошибка qilganman, qanaqa joyga xato qilganman, всё. Ana shu ошибкani men keyingi turnirga qaytarmaslikka harakat qilaman. Mana shu sababli men yutib bo'lmaydigan turnirda meni paparani yutib bo'lmaydigan tedemir bo'lib ketganman. Hamma narsa o'z-o'z bo'lib ketmagan, o'z-o'z Teo Timur bo'lmaganman. Men sizlarga aytgan narsam har bitta aytgan gapim, mana shu men o'zi gapiryapman. Как oltin gap hozir men sizlarga gapirib o'tganim, chunki men opitimdan kelib chiqib gapiryapman. Bu narsani saqlanib qo'yib bu videoni по-любому har doim iloji boricha har kuni ko'rsalar, har kun bo'lsa ham по-любому bilan erinasizlar. Har 2 kunga bir marta mana shu gapirgan gaplarimni eshitsalaring, menimcha bu kuchli dallashlarga, kuchli tedemir bo'lib ketishlaringga, chempion bo'lib ketishlaringga foydali deb o'ylayman. Tak, bolalar. Sizlar bilan oxirgi men sizlarga o'rgatadigan narsam 4-chi bitosh. 1-kursimizda oxirgi 4-chi har bitta kursga 4 ta moshina narsalar men o'rgatib ketishgan qaror qildim, короче. Hozir oxirgi men sizlarga o'rgatadigan narsam juda e'tibor bilan qaranglar, u kerak narsa. Tak. Uni ko'rsataman hozir. Video full zapisdan ko'rsataman nima qilish kerakligini. Men sizlarga hozir uni ko'rishdan oldin bitta narsani aytib ketmoqchi edim. Tedim sferasidan o'zimga bor opitdan sizlarga bo'lishmoqchiman. Qanaqa qilib tedimdan pul topib ketsa bo'ladi, то есть нормальный pul. Qoniqtiradigan pul.
birinchidan sizlar qilishlari kerak bo'ladigan narsa bu o'zlaring tanishishlari kerak. To есть o'zlaring birinchi nomlaringni tanishishlari kerak. Nomlaring qanaqa tanitasizlar? Sizlar shu terimni o'rganinglar. Terimni juda ham kuchli o'rganinglar. Misol hozir mendan kurs olyapsizlar, sizlarga plus yana o'rganyapsizlar. Yana video bu joydan video ko'ryapsizlar. Terimdan короче opit olyapsizlar-da. Sizlar yana plus opit olishlaring uchun terim turnir. Sizlarga eng katta opit beradigan narsa, eng katta motivatsiya beradigan narsa bu terim turnir bo'lishi kerak. Chunki men vaqtiga sizlarga aytib o'tganimdek, terim turnirlarga o'ynab vaqtiga 1,5 yil podrяд rezultat ko'rsatganman kam. O'zim xohlagan rezultat ko'rsatmaganman. Va o'ylab ko'ringlar, 1,5 yil yutqizish bo'lgan. 1,5 yil yutqizish, yutqizish ko'proq bo'lgan. O'ylab ko'ryapsan, 1,5 yil men taslim bo'lmaganman. Dal shu turnirda o'ynashda davom etganman. Shuni darajasiga kelib, men plus opit yig'ib, xatomni o'rganib, turnirlardan har bitta yutqizgan turnirimda men opit olganman. Sizlar ko'pincha yutsalaring opit olmaysizlar, yutqizsalaring opit olasizlar. Keyin sizlar turnirlarni yutib yetgandan keyin nomlaring chiqadi. Masalan, Telegramlaringga podpiska yig'ishni boshlaysizlar. Uylaringni qo'yasizlar, odamlar uylaringni kuzatish uchun podpiska beradi Telegramlaringga. Plus katta turnirlarga yana yutsalaring, u вообще sizlarga katta plus beradi. Sizlar hype qo'shishlaring mumkin narsa bilan YouTube'ga ko'tarib olishlaring mumkin. Full zapislar tashab TikToklarga, Instagramlarga takoy turnirlarni yutganlaring videolarini chotka qilib qo'yishib, hype qo'shishlaring mumkin. Shuni cherizlarni tanitib, o'sha keyin danishlarga stream qilib, YouTube market, akkaunt продажа bu narsa ochib, o'zlar keyin biznes qilib ketsalaring bo'ladi. Mana shunaqa yo'l bilan katta pul topib ketsalaring bo'ladi. Hatto turnirda o'zidan ham katta pul topsa bo'ladi birovga. Turnirda o'zidan birovga даже eng kami 7 milliongacha, 6 millionga topsa bo'ladi. Team turnirlarni o'zidan tushunyapsizlarmi shuni? Eng kamini aytayapman. Endi men 6-7 million emas, undan ko'p topaman. To'g'ri. Turnirlarni o'zidan ko'p topaman. Oddiy turnirlarimni o'zidan. Hali reklamamni qo'shganim yo'q. Akkaunt продажа qo'shganim yo'q, servis qo'shganim yo'q. Дополнительный zakaz o'yinlarini qo'shganim yo'q. Tushunyapsizlarmi shuni? Men ham sizlarga xuddi mana proyektga o'tgan kerakman. Men ham terimni ko'targanman o'zim. Mana shu daromad qilishimni terimni ko'targanman birinchi. Shu bizneslarim mana shu yo'l qo'yishni ham, mana akkaunt продажа YouTube'larni ham terimni ko'targanman. Mana shu xuddi turnirlarga o'ynab, men bu gapni nimaga aytdim? Pul topmoqchi, shu terimda katta pul topib ketmoqchi bo'lgan odamlarga aytib o'tib ketdim. Tak, bolalar hozirlar bilan ana uydaga o'tamiz. Который men sizlarga aytdim. Men sizlarga ko'rsatib berganim ancha yaxshi. Hozir men sizlarga ko'rsatib beradigan narsam bu turnirga bo'lgan o'yin. Bu Ruzin degan игрок bilan turnirga bo'lgan o'yin. Men sizlarga aytib o'tib ketdim-ku, любой игрокni slabist dedim. Kutilmagan vaziyatda, to есть emulator bilan iPad'dagi игрок slabistda kutilmagan vaziyatda hujum qilish dedim, to'g'rimi? Priyom qilib olish dedim. Hozir men tak. Bola, bu polfinal dedim turnir Ruzin. Ruzin yaqinlariga finni misol men katta opitimlar men yutaman-da, даже. Men fin emulator bo'lsa men yutaman. Endi bu bola uncha opit yo'q bo'lsa ham Ruzin emulator finni yutib yuradigan bola. Oxirgi marta ham finni yutgan 2 dedim, 3 deb streamiga. Bu oddiy игрок bilan so'zman bilan o'yin kirgan o'yinchi. Men bu bilan turnirga tushganman. Bu sizlarga juda ham katta opit berish kerak. Hozir men bu игрокni opitimdan foydalanib yutganimman. Endi bu игрокni men ko'p yutganman, to'g'ri, lekin hozir bu turnirga mana shu immindan mana shu turnirga bu игрокka men ko'proq opitimni ishga solishga majbur bo'lganman. Chunki shotdan menni o'tib ketgan shu payt, mana shu paytda, mana shu video o'yinda, bitta o'yinda. Tak. Yaxshilab e'tibor bilan qaranglar. Mana qolamiz to'g'ri. Yaxshilab e'tibor bilan qaranglar, e'tibor bilan. Ochyapmiz, ha. Endi menga tegib qoldi.
tegib qoldi mana ko'rlaring. Sapernik Ruzi nima qilyapti hozir? Sapernik. Bu turnir polfinal. U meni jonim kamligini o'ylab, u mendan hujum kutgani yo'q. Tushunyapsizlarmi shuni? Mendan ataka kutgani yo'q. U o'yladi, men qochaman deb o'yladi. Qochadi deb o'yladi yoki bitta joyga o'tirib priyon qiladi hozir deb o'yladi. Yo'q. Men sizlarga xuddi aytganimdek, любой игрок sizlarga kutilmagan vaziyatda hujum priyon dedim. Kutilmagan vaziyatda priyon dedim. O'zi любой игрок sizlarga priyon dedim. Eng yana qo'rqinchli sizlarga kutilmagan vaziyatda priyon qilasizlar-ku, juda ham qo'rqinchli sizlarga kiradi. U narsa любой игрок sizlarga kiradi. Любой. Qaranglar, men jonim 50%. Qaranglar qanaqaman. Men shokushlab qo'ymayman. Men aqlli ish tutayman. Kutilmagan vaziyatda hujum qilaman, qaranglar. Игрок chapdan kelishini ko'rdim. Игрок menga rash qilishini ko'rib qoldim. Ko'rlaring-a? Mana. Игрок ketdi rash qilishga. Chapdan kelyapti. Naramshiylaring как положено HyperX bo'lsin. HyperX iPhone bo'lsalaring HyperX iloji bo'lsa. Kabelli HyperX. Qaranglar. Kutgani yo'q u. Ko'ryapsizlarmi shuni? U вообще kutgani yo'q. Open yugurib kelyapti. Bo'ldi. Qaranglar ishda birovnikiga tegdi. Bo'ldi. Joni yo'q uni. Bo'ldi, shok ushlab qoldi, shok. Sapernik shok. Tushunyapsizlarmi shuni? Bo'ldi, easy. O'ylab ko'ryapsizlarmi? Kutilmagan vaziyatda qanaqa sizlarsiz bitta o'qin tegizib olib boradi, bo'ldi. O'sha shok light qildi. Всё, easy. Mana shuni ichiga bilasizlarmi, katta o'pib turibdi. Easy bu, easy. Mana shunaqa momentlarga shunaqa foydalaninglar. Endi bu o'yinda men sizlarga ko'rsatib beraman. Bu o'yinda nima bo'lgan? Bu o'yinda men sizlarga yana bitta filosof saperniklaring sizlardan ko'p shotga o'tib ketsa, sizlar qanaqa yo'l tutishlaringga bu juda ham kerak deb o'ylayman. Men sizlarga uchun bitta tushuntirib o'tib ketaman. Raz ochdik. Ruzin ochdik. Bu turli polfinalimizdagi ikkita pobedagacha bo'lishi kerak bu yerga. Dodux pobeda. Lekin bu yerga o'sha birinchi o'yindan bu menda shotda o'tib ketdi. 6-2. Tushunsangiz 6-2. Yetti 5 minut qolgan. 7-2 o'ylab ko'ryapsizlarmi? Turnir polfinalda 7-2. Bu 7-2 bu bola уже turnirda bu o'yinni yutish kerak. 100% yutish kerak. Chunki opti bor игрок. Yutmasa u kulgili, tushunyapsizlarmi shuni? Buni hozir o'ylab ko'ringlar. Bu vaziyatda men qanday chiqib ketishim sizlarga menimcha qiziq deyman. Men sizlarga qanday chiqib ketganimni bitta tushuntirib beraman. Hop 7-2dan shot olmagan. Men nima qilyapman? Men kallam joyiga qo'yganman. Birinchi qilishim meni bu o'yinga minutga qaraganim bo'lgan. Qaraganman 5 minutni 40 sekund vaqt bor, to'g'rimi? Men bilasizlarmi, men o'yladim. Nima uchun men o'zimni bu yerga shoshiltirmaslikka harakat qilganman. Chunki e'tibor beringlar. 5 minutni 40. Tak, 4 minut 20 sekundga 9 ta shot olingan, ha? Ikkita kishini hisoblab 9 shot. 4 minut 20 sekundga 9 ta shot bor. Men o'zimga aytganman. Xo'p, 4 minutni 20 sekundga 9 ta shot olindi. 5 minut 40 sekundga qanday yana xuddi shu 9 shot olishni iloji yo'q deb o'zimga savol berganman. Tushunasizlarmi shuni? Men shunaqa qilib shu o'yinga o'zimga motivatsiya berganman. Ketdi. Kalla bilan aql o'ynashni davom ettirayman. Qaranglar, shoshilmayman. Bu yerga biznesni o'ltirganda. Men bu yerga ko'rmaganman, uchinchi chiqib o'rganman. Biznesni o'ltirgan, e'tibor bersanglar. Men bu yerga nimaga bunaqa qilayman? Priyon qilishni kutyapman. Sapernik oping jonim kamni oping chiqib kelishini kutyapman. Shunchalik xitri bo'laki, meni optimdan qo'rqadiki, lekin unga opit borki, u meni jonim kam bo'lsa ham rash qilmayapti. E'tibor beringlar. Priyon qo'ytiryapti. Ko'ryapsizlarmi shuni? Sizlar prosta aqllaring yetyaptimi bu qanchalik darajada kuchli o'yin ketyapti bu yerga, qaranglar. Qaranglar men qanaqa yo'l tutyapman. Men qaranglar nima qildim. Men jonimni to'ldirdim, to'g'rimi? Men priyon qildim bu yerga. Xuddi sizlarga aytgandek, sapernikga kutilmagan vaziyatda hujum, sapernikning har bitta xatosidan foydalaninglar. Sapernikning har bitta xatosidan sizlar foydalaninglar. Sizlarning yutuqlaring shu bo'ladi, qaranglar. Qaranglar men nima qanaqa xatosidan foydalanaman. Bu как положено bir joyga turnir bu.
o'nsekundni ko'paytirmaslik kerak edi. Bu narsani bilib turib, o'nsekundni ko'paytirsa minus kelib berishini bilib turib, bu pozitsiyani almashtirish kerak edi. Ammo xuddi shu narsani bilib turib, meni jonim ko'p. Menga mumkin to jon bermaguncha pozitsiya ko'tarish. To'lgandan keyin o'nsekundga ko'tarish mumkin. Ammo men bildim to'shda bu pozitsiyani almashtirishni. Qaranglar nima qilganman. Bilaman to'shda, men tayyorman shu pozitsiyani almashtirgan payt, men ochiqqa chiqqan payt bu xatosidan foydalanib olishdi. Qaranglar. Men bayt qildim. Men chiqqanim yo'q. U meni bayt qilib, ochiqqa sal chiqadi deb yana shot olaman deylar. Yo'q, men bayt qildim. Qaranglar. Baytimga tushdi bu. Bayt degani men buni alladim, to'yist. Qapqundaylab qo'ydim deylik. Tushunibsizlarmi shuni? Easy shot, easy, prosta. Menga plus qo'ygan narsa kaska bilan baranjaydi, menga qolib ketdi hozir. Tushunibsizlarmi shuni? Men shoshilmayman. Mendan 4 ta shot oldinga deb vahima qilib yugurib bormayman. E'tibor bersanglar, e'tibor beringlar. Priyom qildim. Priyom. Sapernik nima yugurib keldi? Endi bu sapernikning xatosi. Bu o'ziga silishga ishonyapti sapernik. Ben bu sapernikning xatosi deb hisoblayman. Bu xato, tim bo'li menning opitni yuragim naqa chiqib keldi, juda ham xato, katta xato. Men priyom qildim. Men bu yerga priyom qildim. Men sizlarga xuddi aytganimdek, Libboy o'yinchining xatosi priyom deganday priyom qildim. Kutib oldim sapernik. Hop, menga yana bitta plus bilan kaska bilan bironigim plus qolib ketdi, chunki men boshiga ochiqchasiga filosofat chiqqanman, sal pikat qilib chiqib e'tibor bergan bo'lsalaring. Men уже 30 sekund ichiga men ikkita shot olib bo'ldim. Menga уже bu juda ham katta yutuq bu. Tushunibsizlarmi? Shuni juda ham katta yutuq. Endi bo'lmaslik aytaman. Bu yerga sapernik menga rash qiladi, chunki bilib turibdi men uni zonasigaman. Meni jonim yo'q. Rash qiladi. Xo'p, mana shu yerga men xato qildim. Yo'q, men xato qildim deb hisoblamaymiz vaziyatga. Bu vaziyatga sapernik juda aqlli ish qildi. Kutilmagan vaziyatda hujum qildi. Bilasizlarmi shuni? Agar men otayotgan paytim chiqqanda edi bu, 100% men o'ldirardim uni. Bu meni pozitsiya almashtirishimni kutib, sraz chiqib o'tdi turgan mesela. Bu uni shu streli deb atasa bo'ladi. Meni xatom deyapman, buni shu aqlli opiti bilan hozir shu joyga meni opiti bilan oldi bu yigit. Hop, meni 4 ta shot etib ketgan. Men yana o'zimni bu joyga sizlar nima qilsangiz, sizlar shoshilmasliklaringiz kerak. Mana men bu yerga ham shoshilmayman, e'tibor bersalaring. Kelyapman, pikat qilyapman. Yugurib bormayapman. Pikaniga o'zi urib qo'yadi. Mana uni ham joni yo'q, meni ham jonim yo'q, to'g'ri. Uni joni bir xp, shuni bilaman. Joni bir xp qoldi sapernik, to'g'ri. Sapernik mana shu payt turgan ekan. Men bilmadim lekin turgan. Qaranglar. Sapernik turgan. Sapernik pozitsiyani almashtirgan payt men jonni ketkizib oldim. Tak, jonni ko'rlaring, foydalanib olyapman. Har bitta sapernikda, har bitta qilgan shipkasidan foydalanib olyapman. Bu chunki men bu opitga kiradi. Mana shu har bitta men olgan shotim opitdan. Talant rol o'ynamaydi bu yerga. Talant juda kam rol o'ynashi mumkin. Juda ham kam rol o'ynaydi. Atak opitni игрок по-любому disiplina opit juda ham kuchli narsa bu. Juda 4 minut qolib 3 ta shot meni o'tib ketgan. To'g'ri, men bu yerga sal hayajon bo'lmagan. Chunki hozir bitta meni shot olib qo'ysa juda ham tushkunlikka tushishi mumkin, chunki mana ko'rganingiz bitta shot oladi, 9-5 tim bo'l yana battar meni o'zimga ham o'zi men ham sal hayajonlanganman. To'g'ri, bu yerga hozir shot 4 ta shotdan o'tib ketdi. Meni hayolimga yutqizish miniyasi kelgan. Lekin men opitim bilan nadeytsiya qilganman. Oxirigacha taslim bo'lmay, izdavatsa qilmasdan o'ynaganman. Ko'rlaring, bu juda ham xitralik qilib shot oldi. Ko'rlaring, 9-5 o'lib ko'ringlar. Meni o'zimga silib bo'lsalaring, men tim bo'lib opitni yuragga qarshi unaqa o'yinga men bilmadim. Bekib ketarlaring men. Qaranglar, men shoshilmayapman-da. Kurs video olyapman, aya. Kurs video. Gapirmasdan-da, ana qiliq gap ovoz chiqarmasdan aytsangiz bo'ladi. Tak.
Da ketdik. Bolalar. Men nimaga hozir bu yerga chiqaman? Chunki men sapernikni kelganini ko'rmay qoldim. Sapernik biznes trail keldilar. Endi har xilcha odamlar bo'lib turadi-da. Har xilcha haromxo'rlar o'ynab, turnir o'ynash mumkin. Rez uchun o'ynaydiganlar bor, bu narsa o'ynaydiganlar. To'g'risi mana bu ikkinchi marta menga biznes trail kelyapti pozitsiyaga. Ikkinchi marta biznes trail keldi sapernik. Lekin men jonim olib qo'ydim, unga o'rin berib olganim yo'q. E'tibor bergan bo'lsalaring, men bunga buni joniga yetkazib olganim yo'q. Men buni xatosidan foydalanishga harakat qilyapman. Ochiq bo'lsam, qaranglar, priyon qilishga harakat qilyapman. Chiqib men jonim kam deb o'ylab, bu CrossFitga chiqib urmoqchi bo'ldim men. Ammo nima qildim? Men priyon qilib oldim. Ko'rlaring, priyon. Priyon qilib dalish уже men joni qolma, menikidan ham ko'proq joni ketdi uni. Bo'ldi. Priyon qilaman, e'tibor beringlar, priyon. U o'ng tarafdan priyon otib, meni priyon qilmoqchi bo'ldi. Men uni o'ng tarafdan chiqib priyon qilyapman, ko'ryapsizlarmi? Shu yerga ham har bitta pozitsiyaga men optni ishlatib ko'ryapman. Buni e'tibor zarracha narsaga ham opt irshad qiladi. Men sizlarga aytaman. Talant kamdan kam talant irshad qilishi mumkin. Har talant kamdan kam hal qiladi-da, to'g'ri o'zbekchasi tushuntirsam. Tak, уже 3 ta shot qoldi. E'tibor berganlaringlar, 3 ta shot, juda ham kam shot. 4 minut tim bo'ldi. 4 minut. Mana, men sizlarga ko'rsatdim. Ko'ruvdilaring. Tak. Bu pozitsiyadan bir marta mana shu o'yinga bir marta meni oldi, to'g'rimi? Men bu narsani o'xshamadi deb bir marta misol qilib o'xshamaganini qilmay qo'ysam bo'lar shu pozitsiyani, lekin aytadi-ku, tот, кто не рискует, ничего не получает deydi. Вот, men уже yana risk qilyapman. Va meni riskim menga juda katta foyda olib keldi. Bu shotni olganim menga juda katta foyda bo'lgan. Ko'rlaring. Даже birinchi reytim ham uncha ketmagan. Priyon qildim. Opt bilan e'tibor beringlar, har bitta momentga men opt ishlayapman. Mana bu yerga ham opt ko'rsataman sizlarga. Уже men nima qaranglar, qanaqa darajada men xitrlik qilyapman. Qaranglar, qanaqa darajada men umni xot qilyapman. U meni opti bilan bayt qilib kutilmagan vaziyatda menga hujum qilmoqchi bo'lyapti. Ammo naborot uni perlamat qilyapman. Men naborot uni baytini kutilmagan vaziyatda priyon men qo'yapman. E'tibor beringlar. Bu meni уже naryoqqa ketdi deb o'ylab pikat o'ng tarafga sal ochiq qoladi deb o'yladi. Ammo men bilaman to'shda u meni bayt qilishini. Chunki bu kim bu? Bu Tranchi Tedemir. Men optimdan kelib chiqib уже nechta marta nechta narsani ko'rganman. Qaranglar, men yoddan bilaman o'zimni qayerdan chiqishini, nima qilishini. E'tibor beryapsizlarmi? Ko'ryapsizlarmi shuni? Qaranglar, qayerdan bilaman uni kelgan. Bo'ldi, bayt qilib bo'lmayman buni. O'zi buni joni yo'q. Men bu yerga pritsiya qilganim chunki bu yerdan chiqish mumkin. Вот именно mana bu yerga meni juda katta ошибкам bo'lgan. Chunki u ошибкам deb hisoblamaymiz, chunki uni opti deb hisoblaymiz. U ham xuddi shunday kutilmagan vaziyatda hujum qildi. E'tibor bergan bo'lsalaring, kutilmagan vaziyatda hujum qildi. Mana. Bu yerga mana xatoyim deb emas, buni umni xot qilgan deb hisoblaymiz. Bu yerga o'tishmi bo'lgan, shoshilmaganman, kutganman, xato qilishini kutganman. Sapendik xato qilmagan, ko'rib turganlaringdek. Kamdan kam xato qilgan. Va meni o'yildirdi. O'ylab ko'ringlar. 7:11 3 minut qolgan. Tushunyapsizlarmi shuni? Bu meni yutish kerak. Yutmasdan iloji yo'q. Bu meni yutqizish uchun bu menga shotdan deganash uchun yoki yutqizish uchun men juda ham katta umni xot qilishim kerak. Qani ko'ramiz men qanaqa ish tutaman bu yerga. E'tibor beringlar. Tak, kelyapman. Tak. E'tibor beringlar. E'tibor bilan, juda kuchli e'tibor bilan qaratishlaringga men talab e'tibor beringlar. Kursda erinmay har bitta joyini men nima deyapman, nima qo'yapman, iloji bo'yicha qayta ko'ringlar. Unaqa erinchoq bo'lmaydi. To'g'ri, men kurs bu narsalarga mana erinib qaraganman, lekin zato qaraganman. Boshim og'risa ham hamma ishimni tayyorlab, erinmay shu kursda qaraganman. E'tibor beringlar, men sizlarga tushuntirayotgan narsalarga qaranglar nima qilyapman. Priyon qo'laman hozir, e'tibor beringlar. Priyon shunchalik xitrlik ish tutaman, priyon. Shu yerga ham. Tushunyapsizlarmi shuni? O'zi men priyon qilishni boshladim, qaranglar. Men buni birinchi yo'qotib bo'ldim. O'qim tegadi unga. Вот. Priyon kiradi bu narsa.
Xo'p, nima qilar ekan bu payt? Hop, Joni kamligini bilib rashk qilyapman. Priyom qilishga harakat qilyapman yana Sapeniyda. Sapeniyda Joni kam va hujum qildi, mani priyom qilmoqchi bo'ldi. O'xshamadi chunki close fight'im kuchli qildi, priyom o'xshamay qoldi. Atak Sapenik yurish qildi, priyom qildi. Xo'p. 2,5 minut qolibdi. 3 ta shotdan o'tgan Sapenik. Men yana ana shu ko'ryapsizlar, har bitta opitni pozitsiya bilan opitni taktikani qilib ko'rayman. E'tibor beringlar yaxshilab. Priyom qilmoq, ko'rdilaring-a? Priyom. Yana priyom qildim men. To есть yana Sapenikni kutib oldim. Ko'ringlar. Вот. Biran kas ketdi. Всё, joni yo'q. Sapenik o'sha yerdan qochishi mumkin edi. Ko'p kishi yerdan qochadi. Bu nima qildi? Bu meni bayt qilib, kutilmagan vaziyatda hujum, to есть priyom qilmoqchi bo'ldi. Ko'rlaring-a, qanaqa xitriy ish tutyapti Sapenik. Bitta xato qilmasdan harakat qilishi mumkin edi. To есть buni xatosi shu yerdan ketsa o'lishi mumkin edi. Вот. Nima qilar ekan men bu yerga? Hop, priyom qilyapman, e'tibor beringlar. Priyom qilmoqchiman, priyom. Yana priyom qildim. E'tibor bersalaring, hujum qilmayapman umuman, juda ham. Bu игрокning xatosi hujum qilishi bu. Bilmagan vaziyatda hujum qilgan игрокlar. Joni kamini va deb vahima qilib borib. Yo'q, men uni baytga chiqarayapman. Close fight'ga chiqarib priyom qilmoqchiman, e'tibor beringlar. Bu yerga to'g'risini aytsam, masalan, tanisibigan. Bu yerga bu juda umli xot qildi, meni priyom qildi. Kutilmagan vaziyat, men buni kutmagandim to'g'risini aytsam, qaranglar. Tak. Priyom qildi. Bu close fight'ga 100% bildirish kerak edi. Men bildirganim sababi endi shunaqa bo'lib qoldi, to есть deylik. Omad kelib qoldi deylik. Hop, baranezitim qolmabdi. Baranezitim yo'q, qani o'yin ekan. Bu qochishga harakat qilyapti, qochyapti. Hop, men boryapman. Bu juda katta ошибкasi bu. Meni kontrol уже shotga yetib kelganimga bunga tushkunlik shuncha tushib qoldi. Hozir hayoliga как будто men bundan уже shotga yetib keldim. Yana qo'rqyapti уже bu. Bu spokойно o'ynayapti, juda ko'p xato qilyapti, e'tibor bersalaring. Juda ham ko'p xato qildi. Mana. Bu yerga priyom qildim, e'tibor beringlar. Priyom. Yana priyom qilyapman. Hujumga borib priyom qilyapman. Tushunyapsizlarmi shuni? Meni yutug'im shunda. Meni Teo Timurligim sababi ham shunda. Men sizlarga hozir juda ham katta sekretlarni ochib taylayman. To'g'risini aytsam 100 ming uchun bunaqa sekretlarni ochib. Endi zato pulimni halollab olyapman. Sizlarga $500 ham $1000 bilim beryapman, tedim sferasi bo'yicha. Zato pulimni halol qilib olyapman men. E'tibor beringlar. Shu yerga priyom qildim. Berga men juda katta tashib qilganman. Ko'p sabrsizlik qilganman, chunki уже 1,5 minut qolgan. Уже shoshilmasliginglar yo'q, lekin shu paytda ham sizlar shoshilmasliginglar kerak. Endi emotsiya bilan men berilganman. Tak, men nima qilaman? Jonim yo'q, u menga rashk qilyapti 100%. Men priyom, e'tibor beringlar, e'tibor. She'ring priyom qilmoqchiman. Qaranglar qanaqa priyom bo'ldi bu yerga. Bu yerga juda ham aqlli priyom bo'ldi, kutilmagan vaziyatda. Bu meni qochyapti ular. Men buni qarang qanaqa priyom qildim. Prosta tushunyapsizlarmi o'zingiz uchun? Yo'q, bo'ldi, joni bir xep qoldi. Bo'ldi, yo'q Sapenik joni bir xep qoldi, bo'ldi. Bitta xet nechtadir yana tanasiga deydi. Qanday umni xot qilyapman. Priyom qilmoqchi bo'lyapti meni ish yeriga bu. Yo'q. Men uni дополнительный priyom qilyapman. Bilasizlarmi, shu bo'ldi, umr. Всё. Umr. Shu yerga ham shot olishga harakat qilganman, o'ylab ko'ringlar. Bu yerga Sapenik juda katta ошибка qilgan. Sapenikning ошибкасini aytaymi sizlarga? Sapenik meni rashk qilish kerak edi, close fightga olib chiqish kerak edi. Chunki meni bronzetim yo'q, kaskam bilan. Yo'q, bu nima qildi? Bu уже qo'rqdi. Bu qo'rqoqlik uchun shu turnirga meni yutqizdi. Bu o'ziga ishonmagani uchun, bu o'ziga ishonish kerak edi. Menimcha reallik bronzetim qolmadi. Meni 3 qilib o'ldirish mumkin edi. Yo'q, bu rashk qilmagan. Qochgan. Juda katta tashib qilgan mana shu paytga. Bu meni yutsa beradi shu yerga. Hozir manzilga endi
ikkinchi uyni ko'rsataman. Tak, bolalar, bu ko'rlaring Ruzen 4-chi bo'ldi. Hozir ikkinchi uyni biz mana kirdik ikkinchi uyga. Man Sapernikka juda katta qo'rquv solib qo'ydim. Sapernikni yuragiga. Chunki bu shuncha shans bo'lib turib meni yutolmadi. Buni o'ziga o'yinligini, o'zidagi ishonchni men so'rib oldim. Yana ham e'tibor beringlar, bu ozma bo'lgan mana tak ochishamiz ikkinchi o'yin. E'tibor beringlar, e'tibor, juda ham kuchli e'tibor bilan juda ham qaranglar. Qaranglar qanaqa bergan men umni xot qilaman. Men sizlarga xuddi aytgan gapim. Любой игрокni slabosida kutilmagan vaziyatda priyom kutib olish, kutilmagan vaziyatda kutib olib hujum qilish. Tushunyapsizlarmi shuni? Jonim yo'q. Uni jon to'la, bitta o'qim tekkani yo'q. Meni bayt qildi. Bayt degani meni chalg'itdi. Qapqon taylab to'yib chalg'itdi. Jonim 1 HP. Tushunyapsizlarmi shuni? 1 HP. Qaranglar qanaqa katta to'p. Men chiqdim korobkaga. Buni xayoliga men korobkaga chiqib, o'sha men qochishga harakat qilyapman. Boshqa pozitsiyaga. Yo'q. Meni maqsadim ham shu edi. Bu shunaqa deb o'ylash edi meni maqsadim. Qaranglar qanaqa kutilmagan vaziyat hujum bo'ladi. O'ylab ko'rasizlarmi? 1 sekundda. Всё. Bang. O'ylab ko'rasizlarmi qanaqa men xitrlik xot qilyapman. Men sizlarga prosta meni ketdi deb o'ylaganimni keltirib berayin. Mana. Qaranglar, qarab o'tishni boshlayapti. Ko'ryapsizmi? Nariq qarab sakrab o'tishni boshlayotdi. Yo'q. O'zi men bergaman. Men berga umni xot qilganim, yashikdan sakragan paytim shag eshittirmaydi bunga. Bu tushunmay qoldi qayerga ketganim. Вот. Всё, 1 sekund. Ko'rib qanaqa xot bo'ldi bu. Men juda ham umni xot bo'ldi. Tak, shot olindi. Ikkinchi shot otishmamda bergan priyom qilganman, конечно, close fight bo'lgan ekan. Tak. Berga juda umni xot qilganman, e'tibor beringlar. Sapennik bilan otishganman. E'tibor beringlar. Nima bo'pti bu yerda? Bu yerda o'q tegib qolibdi. Hop, jonim yo'q. U menga rash qilishni boshlagan. Sapennik rash qilyapti. Uni joni ko'p, men joni yo'q. Qaranglar, prosta men sizlarga keltirib beraman bitta narsani gap bilan. Bu yerga e'tibor beringlar. Qaysi vaziyatga hozir bu yerga talent rishat qildi? Yo'q. Disiplina rishat qiladi. Rishat qiladi. Talent kamdan kam vaziyatda. Qaranglar. Prosta men har bitta vaziyatda juda ham opit bilan harakat qilyapman. Qaranglar. Jonim yo'q. Bu qo'yganlarni qaranglar. Ashibkasini bilan to'shib menga rash qilishini bilaman. Всё. Mana bu katta ashibkasi. Buni katta ashibkasi o'ylamay ish qiladi. Agar bu yugurib kelmay pikani qilganda edi, meni o'ldirardi o'zi. Yo'q. Men buni ashibka qilishga majbur qilyapman, e'tibor beringlar. Всё, joni yo'q, qolmadi, bo'ldi. Bu ashibkani qilib bo'ldi. Men bu ashibkadan foydalanib oldim. Xuddi aytganimdek, Sapennikda har bitta xatosidan men foydalanadigan igrokman. Bo'ldi. O'zi kech buni ket qilgan. Chunki buni joni battar qolmadi, 1 HP qoldi. Bo'ldi. Всё. Qaranglar qanaqa priyom qilib. Shu yerga ham uni HP'si 1, men umni xot qilayman, men o'zim priyom qilib olmoqchi bo'ldim, ko'rlaring-a. O'qini ko'rasizlar mana, priyom qilmoqchi bo'ldim. Ammo xitrlik qildim, men naborot priyom qilmoqchi bo'ldim, e'tibor beringlar. Вот. Priyom qilaman ham kerak bo'lsa. Всё, mana. Juda ham chiroyli opitni taktikali o'yin bu. Bu o'yindan juda katta opit olsa bo'ladi. Berga close fight bo'lgan. Berga tushuntiradigan joyi yo'q, close fight. Bo'pti berga. Berga конечно, priyom. Men priyom qilganman, shotni o'ta oldim уже. Priyom. Tak. Berga ham xuddi men sizlarga aytganimdek. Sapennikda ashibkasidan foydalanib qaranglar. Вот priyom. Da. Nima bo'pti bu yerda? Berga уже bu shokda уже bu kalla bilan o'ynamayapti, floppingga chiqyapti qo'yga o'xshab.
ko'rib turganlar yana shu aql bilan ish ko'rishni to'xtatdi bu. Все. GG. 2. Tak, bu yerda ham omadli desang bo'ladi. Omadli shot. Bu biron qiynalib opit bilan olmagan bu shotni. Talent bilan olgan deylik shu shotni. Tak. E'tibor beringlar. Men priyom qilish kutyapman. Men jonim ketdi. Qaranglar. Bunga bu o'ylayaptim men. Qochaman dedasda. Bu jinni. Men bo'yna bir xepiga bo'lib qo'ydim. Bunga dars qilmadimi? Bu ochiqchasiga rashk qiladi hozir. Qaranglar. Sen jinnimisan, sakraysan. Qaysi kalla bilan? Bu xatosini nimaga qayta takrorlayapti? Ko'rdi o'sha xato qilib, men xatosidan juda qattiq foydalanyapman. Xo'p, nimaga yana xato qiladi? Shu ham ishmi? Nima ish qiladi bu mana? Endi bunaqa igrok, bunday kuchli igrok bunaqa xato qilyapti. Endi oddiy igroklar va pisligiga o'xshagan igroklar juda ham katta xato qiladi deb o'ylayman. Nimaga sakrayapsizlar mana? Ot, nimaga? Sabab. Nimaga? Men bilasizlar to'shda men priyom qilaman. Qaranglar qanaqa go'zal priyom bo'l. Sakralmaydi bu yerga priyom qilinadi, priyom. Sapingni close-fightga chiqishga majbur qilinglar. Tak, men pikaniya bo'lgan default. Pikaniya ochma. Juda chiroyli priyom bo'lgan bu yerga albatta. Tak. Ochmalar, priyomlar, как всегда. Priyom juda kuchli. Priyom da. Вот, men bu narsadan unumli foydalandim. Va mana o'zi ketdi shu bilan. Headshot. 17 yutganman. Da. Sizlar o'zlaring uchun buyut qilinglar. Bu polfinal bu. Tak. Valla sizlar bilan birinchi kursimiz o'zini nihoyasiga yetdi deb o'ylayman. Xudo xolasa kursim sizlarga yoqqan deb o'ylayman. Bu kursdan sizlar juda ham kuchli buyuk tedimir ishlaring mumkin. Chunki men juda katta sirlarni ochdim. Bironta tedimir ochmagan sirni ochdim. Xudo xolasa ikkinchi kursim ham juda ham yaxshi video olinadi. Bundan ham yaxshiroq. Ikkinchi kursimda ham kutib qolaman degan umiddaman sizlarni. Xuddi o'shanday. Xudo xolasa narxini конечно sizlar skidka qilamiz. Narx xuddi shu xalqning yoqqan skidkada ikkinchi marta ham shunaqa skidka qilinadi. Sizlar ikkinchi kurs chiqquncha, ikkinchi kurs bilmadim necha oydan keyin chiqadi. Sizlar ungacha juda opit men sizlar ko'rgan narsalarni opit yig'ib уже buyuk tedimir buyuk ishlaring juda teng bo'lib har bitta odam kuchli tedimir bo'lsa raqobat kuchayadi. Tedimir qiziqishi ortadi. Biz bu tedimni juda katta biznes sferaga olishimiz mumkin. Kuchli igroklarni chiqaraverib, tushunyapsizlarmi shuni? Hammaga rahmat. Sizlar bilan Teo Timur. Mayli, rahmat. E'tiborlaring uchun, покупкалаring uchun, kurs покупкалаring uchun rahmat. Mani поддерживать mani hurmat qilib opitni igrok deb ko'rsatib olganlaring uchun rahmat. Shu bilan birinchi kursimiz tugatamiz.